Hamma narsani to'g'ri tushunadigan dorixonachi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Gripp bo'lib qoldim, bitta kompot qilib bering. Assalomu alaykum. Borda kompot. Onam qishda zahring kechasan deb bitta qilib bergandilar. Mana, ana kompot. Kim bor ekan? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Haliga sal uyalibroq turibman. Bitta rezinka bering aka. Assalomu alaykum. Rezinka? Rezinkadan ko'p narsa bormi? Mana rezinka aka sizga. Yaxshimisan, charchamaysan? O'zimiznikidan berkan-ku. Quvvatdoringlar. Assalomu alaykum. Quvvat beradigan o'zimizniki. Borda. Mana o'zimizda chiqadi. Juda ham zo'r. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum, keling. Mana ayol kishiga kerak bo'ladigan narsa bor edi-ku, 4-5 tomchilik. Shundan berib yuboring. 4-5 tomchi? Ha, tushundim hozir. Mana aka, 4-5 tomchidan tomizsa burunlari albatta ochiladi.